Bolalar uchun ideal ovsyanka kasha. Saharlik qilib olgach, ovsyankani elakdan o'tkazib turgan holda ham yaxshilab yuvib, oralarini tozalab olib, hoji buvimiz mijozlarni uyiga baraka va shifo bo'lib kirsin deb duo qilgan zamzam bilan boyitirgan suvlarimizdan ustiga so'raymiz. Aytgancha, shu gulim xlorlangan suvdan sarg'ayishni boshlaganda birlan so'ygandan keyin qaranglar qanaqa 1:1,5 nisbatda suv solib gazni tegini yoqamiz. Ungacha bo'lsa, qaynim, o'g'lim va qizimga maktabga ketishlariga vitaminkalarni tayyorlab qo'yaman. Ovsyanka qaynab chiqishi bilan bir chimdim tuz solamiz. Ovsyanka shirin bo'lishining siri uni suv holida qaynayotganda shunaqa bir tilimgina sariyog' solib olish. Yaxshilab aralashtirib suv tortguncha qaynatish. Keyin bo'lsa sut solamiz. Men echki suti yoki nemalako ishlataman. Sigir sutidan qilsanglar ham juda ham mazali chiqadi. Bolalarni uyg'otgandan keyin yuzlarini yuvishguncha shunaqa kashalarni suzib qo'yaman va qolgan vitaminlarni ham maktabga olib ketadigan tabletnisalarga tayyorlab qo'yaman. Bu bolalarni sog'liklariga e'tiborli bo'lishlari mas'uliyatini shakllantiradi. Ovsyankani kosaga suzgach, unga shakar emas, biroz sovigan holatda asal solamiz. Eslatamiz, asalni qaynoq narsalarga solish mumkin emas. Keyin bir tilimdan sariyog' solib, sovishi uchun podokонникka qo'yib qo'yamiz. Kechasi bilan narsasini tayyorlash esimdan tushib qolgan ekan, ertalab bog'chaga, maktabga olib ketadigan hamma narsalarni tayyorlab qo'ydim. Chunki ryukzaklarni yuvib qo'ygandim-da. Hamma narsani taxt qilib, bolajonlarni chaqiramiz.